Hammaga assalomu alaykum. Bismillahirrohmanirrohim. Niyat qilganlarga hammaga unaqa fayzli xonadon nasib qilsin, inshaalloh. Bu uyimizda 200 kvadrat. Hozir polnamzor qilib o'taman. Juda ham chiroyli uyimiz, polni umnidim. Hamma 100% importdan narsa qilingan. O'zi 300 ming AQSh dollar shu remontga ketgan. Ikkinchi qavatda joylashgan, Yakkasaroy rayonida joylashgan. Bu ikkinchi qavat, aytganman, bu koridor. Shunaqa chiroyliki, va shu kamda kam ko'ramiz unaqa remont qilishiga. Xuddi o'zlariga uchun shu remont qilgan, 9 oy remont o'tdi. Uni pilisos. Kirishimizda o'ng qo'limizda общий sanuzel. Bittadan o'tib ko'rsataman, qaranglar. Dekorativniy joylarimiz. Hajlardan kelganlarga, to'y o'tkazib, tug'ilgan kunlariga bemalol joy yetarli. Mana zalni qaranglar. Zal vashshi dod degan xona. Mana ko'rishingiz mumkin. Juda ham chiroyli. Hammaga nasib qilsin ilohim. Hammaga shu video ko'rganlarga, niyat qilganlarga televizordan qarang. Domashniy kinoteatr. Nima kerak? Kinoteatrga borib, shunaqa palon pul to'lab, uyda mazza qilib o'tirsangiz bo'ladi. Mana divanchiklarni qaranglar. Divanchiklarni shirinligini qaranglar. Vashshi bu o'zi mebellari 35 ming, 20 ming dollar shunaqa turadi. Mana lyustralar. Stolni qarang. Endi men polni ko'rsatib o'tmoqchiman, chunki juda ham chiroyli. Bu nastoящий камень. Juda ham нежный. Hammasi pardalar Alisa orqali ochiladi. Italyanska venetsanka qilingan polni. Mana bular mo'yishi. Zal koridor kengini qaranglar. Va shu hamma spalnalar alohida mehmonlar kelsa bemalol spalna nari bet. Bu endi oshxonamiz. Oshxonaga nima deysizlar? Bax. Hamma texnikalari smak. Xolodilniklar ham smak. O'zi olib keltirilgan, bu unaqa yo'q, chunki hamma ham 10 mingga olmaydi, 10 ming AQSh dollarda. Bitta o'zi xolodilnik. So'rashingiz mumkin, qayerdan shunaqa pulga uchastka olsa bo'ladi deyshadi, lekin bir xil remont 1 kvadratga 400 dollar ishlatishi mumkin. Kimdir 1,5 ming dollar ishlatishi mumkin. Mana. Bu oshxonamiz. Polni vычка anaqalar qilingan. Smakdan qilingan, mana. Посудомоечная mashinka. Endi full da eksklyuzivni anaqasi. Hamma narsa ichida kirib yashaydigan uyimiz. Bemalol selfie qilib mehmonlarni kutish vashi zo'r. Bu yoqda bizda детский xonamiz. Bu birinchi xona. Zal bilan bu ikkita, hozir yana 3 ta ko'rsataman. 3 ta sanuzeli bor. Bitta kirishida. Bu yoqda ikkinchi детский. Keyingina, kattagina, misol uchun ikkita o'g'il, ikkita qiz bo'lsa yoki 4 ta qiz, 4 ta o'g'il bo'lsa bemalol xona rang tanlamaydi. Uchastkada 200 kvadrat, 2 sotkali uchastka. Shundoq закрытый dvorda joylashgan, Yakkasaroy rayon, to'yxonani ro'parasida uyimiz, закрытый двор. Bu spalnyamiz. Bu ota-onaga qilsa bo'ladi. Misol uchun yosh kelin, yosh oila bo'lsa, alohida yoki mana подростковый katta bo'lsa, endi o'ziga moslashib xona qilsa bo'ladi. Bu yoqda общий sanuzelimiz. Hammasi ispanskiy kafel. Mana qarang, bu naturalni, hammasi tosh qilingan. Hech qanaqasi emas. Nalitoy emas, под заказ полностью qilingan. Ko'rsatib o'tmoqchiman. O'zim ham yashagim kelib ketdi. Juda ham niyat qildim shu uyga kirib. Inshaalloh hammaga nasib qilsin. Lekin 9 oy remont qilganlar. Polni uy g'ishtdan qilingan. O'sha baquvvat новостройка bu eng katta master rumxona, родительский spalnya.
ko'rsatib o'taman. O'zi alohida garderobni ham bor va sanuzellari bor. Даже xalat sochuv ham tashlab ketilgan. Bular hammasi turistskiy Mason Diordan. Katta ko'rdi shunaqa mehr oqibat berishini. Bu yerda mana dushovoy. Родительский dushovoy. Va hozir garderobni ko'rsatib o'taman. Mechta deydi. Kattaligini qaranglar. Bemalol ayol kishilarni, erkak kishilarni mana bemalol sig'adigan joy. Hoshiga qarab oyna qo'ysangiz bo'ladi, chunki joy yetarli. 200 kvadrat, ikkinchi etaj, Yakkasaroy rayon. Narximiz описание yozilgan. Hamma niyat qilganlarga, hammaga kamida shunaqa uylar nasib qilsin. Белоснежный oppoq avtorskiy Yevro remont neoklassika qilingan. Ma'lumot uchun 90 349 64 00. Yoqqan bo'lsa sizdan klass. Xayr, salomat bo'ling.